Xayrli kun, Farijonda bugun kursdoshlarimiz boshim oldi. Uchrashuv. O'shanga hamma kiyimiga moslab 10 ta narsa olish kerak. Trend videolarda eskirib ketgan. O'shani endi qilmoqchimiz. Shu narsa qilib yuribman, uyursamda. Ideya berib oldim, mali. Sizlar zo'rg'a topdim, bardoy rang narsa. Aptoni. Video qilmoqchimiz. O'sha videoda ko'rsataman, erik qizilyapti. Mana. Men ismim Dilnoza, kiyimim rangidan bardoy rangni sizlarga zakon olib keldim mana. Lazım ziyoda menga xo'rak tushgan, sizlarga balq olib keldim. Men ismim Nigora, men shokolad olib. Meni so'zlari menga shunaqa rang tushmadi, lekin olib keldim. Nimalar? Tayland olib kelganman. Men ismim Saodat, men sizlarga xo'rakdan Pepsi. Men ismim Dildora, men ko'k rang tushgan edi, sizlarga maska olib keldim. Yaxshi narsa. Ismim Ziyoda, menga rozvoy rang tushgan, sizlarga rozvoyga telefon maslab keldim. Men ismim Nilufar, men sizlarga qizil rang olib keldim. Voy, eng kerakli narsa. Eng kerakli. Nargi videolardan ko'rsatishimiz kerak-ku. Men ismim Lola, sizlarga atab maska olib keldim. Men ismim Nadira, menga oq rang tushdi. Nima u? Daf. Yuzinglar yuvasizlar. Makiyajlar. Meni ismim Munisa, sizlarga Bunis kiyiming buncha chiroyli.